Poraxo'rlik azizlar shunday narsaki, bu rishva deydi. O'zini mas'uliyati, o'zini majburiyatida bo'lgan narsani atiylatdan qilmasdan ta'magirlik bilan o'sha narsani bajarib berishlik. Mana bu pora. Savbon radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. La'ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ar-roshiya wal murtashiya wal ra'isha, ya'ni allazi yamshi baynahuma degan ekanlar. Pora oluvchiga ham, pora beruvchiga ham, o'rtada turuvchiga ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'nat aytgan ekanlar. La'nat bo'lsin shunaqa odamga degan ekanlar. Pora olayotganga ham, pora berayotganga ham azizlar. Biz doim poraxo'rni gapiramiz, lekin pora beruvchini gapirmaymiz. Ammo Rasulimiz alayhisalom aytayaptilar, pora olganga ham, pora berganga ham, o'rtada vositachilik qilib bergan o'rtakashga ham la'nat bo'lsin. Allohning la'nati bo'lsin. Bu yomon narsa, bu ham birovning haqqi azizlar. U o'zini vazifasi edi. Toki jamiyatda mana shu illat yo'qolmasa ekan, jamiyat rivojlanmaydi. Qo'rqish kerak. O'zini mas'uliyatli ishida ishlab turib, Alloh unga halol rizqini berib qo'yganini bila turib, shu ishini haromdan hal qilaman deyotgan bo'lsa, buni holiga voy. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, mas'uliyatli vazifada ishlayapsizmi? Alloh sizga shuni beribdimi? Qiyomatda buni javobi bor. Bola chaqamizni halol boqaylik.